Oilam janjalsiz yashasin degan oilalarga 3 ta taklif bor, 3 ta qonun bor. Mana shuni oilalaringga, hayot degan peshtoq taxtalaringga ilib qo'ysalaring, oilalaring uzoqqa boradi, janjalsiz yashaysizlar. U nima? Birinchisi eshitishlik. Hamma eshitadi-ku. Yo'q, siz faqat oilada yaxshi narsalarni eshiting. Ayolingizdan hamda eringizdan gapirilayotganda faqat yaxshi so'zlarnigina terib eshiting. Yomonlarni unuting. Ana shunda zo'r yashaysiz. Ikkinchisi tushunishlik. Bir-birlaringizni tushuning. Eram, xotinam. Bir-birini tushunmagan, illat qidiradigan, kamchilik qidiradigan, yaxshi narsalardan gumon qiladigan oilalar uzoqqa bormaydi. Uchinchisi kechirishlik. Biz bandamiz. Sizda ham kamchilik bor, menda ham kamchilik bor. Bo'lib ham oila kamchiliklardan iborat. Oila nima maqsadda quriladi? Erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, kamchiligini to'ldirish maqsadida oila quriladi. Yaxshi narsalarni eshiting va tushuning, xato sodir bo'lsa kechirib yashang. Mana shunda oilangiz zo'r yashaydi.